Qalay aka, uy ma'qul bo'ldimi, yoqdimi sizga? Uyku orzuyimdan ham zo'r. Lekin bitta narsa xavotirga qo'yapti. Onam ham shunga so'radi-da, 6 sotuv joyda $50 ming berishyapti. Yerda ham pul emas-ku deyapti. Hujjatda aybi yo'qmi o'zi? Hech qanaqa hujjatda aybi yo'q, xavotir olmang. Uy egalari просто chekkaroqdan yaxshiroq uy tushib qolgan ekan, o'shanga arzonga sotib tezroq ketishyapti. Bo'lmasa unda mana bay qolganini atrashda sanaymiz. Bo'ldi. Xormen, siz oldingizmi bu uyni? Ha, men oldim. Assalomu alaykum. Men mana yon qo'shningiz bo'laman. Ismim Baxtiyor. Aka, meni ismim Shokir. Yuring, choy ichamiz aka, kiring. Yo'q, Shokirjon. Bu narsa kerak bo'lsa, bemalol eshigimizni taqillatavasiz, xo'pmi? Xo'p aka, xo'p. Sog' bo'ling. Kimning mashinasi ekan? Baxtiyor aka, tinchlikmi? Ismingiz nima edi? Sizning mashinangizmi? Ha, meni mashinam. Ismim Shokir. Qo'yib qo'ygan joyingizga qarang, shatga ham qo'yasizmi? Uyingiz ichiga olib kirib qo'ysiz bo'lmaydimi? Uyim oldi bo'lganga qo'yib qo'ydim. Uzr-a, ko'chaga qo'yib bo'lmaydimi sizlarda? Bo'lmaydi-da. Men hech kimni ko'chaga mashinasini qo'ydiraman. Olib kirib qo'ying uyingizga. Voy to'p. Ajoyib qo'shni ekan bu. Shokirjon. Sizmisiz? Uzr aka, siz ham bezda qilib qo'ydim Baxtiyor aka. Men xijolat bilan chiqdim boru. Mana itingizni dastida ertalabgacha uyqu yo'q va o'ylab shuni yo'qotsak bo'lmaydi. Undan tashqari devorimizga yaqin molxonangizni qurib qo'yibsiz. Uni dastidan peshalar hidiga chidab bo'lmayapti. Shu molingizni yo'qotsangiz men pulini berardim qo'shnijon. Endi nima deganingiz bu? U iti meni uyimni qorovillab chiqadi. Hozir yo'qatsam kechqurungi uyimni qorovillab berasizmi? Molima gapirasiz. U mollar orqasida sut sotib tirikchilik qilaman. Tirikchilikni eplab berasizmi? Kecha kelib olib meni molima itimi gapirishga sizga haq. Uzr, noto'g'ri tushundingiz. O'zingiz bosvali. Uzr-a, chiqinglar uyga. Kecha kelib olib meni uyimda narsalarga aralashadi. Mol. Uzr, sizni yo'ldan qoldirdim. Yo'q, bemalol tinchlikmi? Qo'shni shu uyingizni tepasiga kamera qo'yganingiz. Bizni darvozaga qaratib qo'ysiz. Onam kirib chiqib xijolat bo'lyapti, keliningiz kirib chiqadi, qizlarim bor. Shuni sal burib qo'ysa bo'lmaydimi, iltimos? Men ertadan kechgacha sizni darvozangizni poylab o'tiramanmi? Ayolingizni, qizingizni. Siz g'alatimisiz, Kecha kelib olib, molimga aralashasiz, itimga aralashasiz, endi kameramga aralash. Narmani yashaymi, uka? Narmani yashavering, bo'ldi, bosh og'riq qilmasdan batta. Sandaqa. Baxtiyor aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tuzumisiz? Qo'shni, qalaysiz? Kecha tomga chiqdim, anten to'g'rilayman deb. Hovlingizga ko'zim tushib qoldi. Qarasam, xotinga qarashirib, tog'ralar ko'tarib, shipirib, sizdan oldin yashagan odam ham g'irt sizga o'xshagan xotin qullaydi. Qo'shnilar eshitib qolsa nima deydi? Xotinni chotinning arasiga kirib ketib yubordi deydi. Sal insof bilan yashang-ku. Shu qo'shnini gapirsam g'iybat bo'ladi deyman-ku, lekin gapirmasam ham bo'lmaydi. Ko'chaga chiqdim deguncha ko'zini uzmasdan tikilib qaraydi. Shunaqa insonlar ham bor ekan-da. Chiqib gapiraymikin, ha? Yo'q, qo'ying shunga gapirib o'tirmang. O'tgan safar bitta itini gapiruvdingiz, 4 ta it olib keldi va ikkala basabimga tegadi. Eski bo'lsa ham kichkina domimiz yaxshi edi. Qo'shnilar ham ahil edi. Shu bizdan oldin yashaganlar ham shu qo'shnidan ozor ko'rganda arzon sotib ketish shekilli-da. Shuning uchun aytar ekan-da, uy olma qo'shni oldi. Bunaqa narxga aka arzon uy topa olmaysiz. Tezroq javobingizni ayting. Bo'lmasa 5-6 klient bor, olmayman desa stress sotib yuboramiz. Uy ma'qul-u. Nega uydagilar arzon sotishyapti?